Torenzalik ayol yana Meksikada ko'rindi. Bu safar Mexiko xalqaro aeroportida soat 03:14 da. Migratsiya xodimlari hech qanday ro'yxatga olinmagan Torenza Respublikasi pasportiga ega bo'lgan yo'lovchini qayd etishdi. Aynan o'sha hujjat bir necha oy avval AQShda ham hukumatni hayratga solgan edi. Xavfsizlik kameralarida u yolg'iz yurib ketayotganini ko'rish mumkin. O'sha eski kiyim, o'sha sirli belgilar bilan bezatilgan oltin uzuk. Eng g'alati tomoni, o'sha vaqtda hech qanday reys qo'yilmagan, hech bir eshik ochilmagan. Bir necha daqiqadan so'ng binoda elektr uzilishi yuz berdi. Chiroqlar miltilladi. Ayolning silueti kamerada buzilib, izsiz g'oyib bo'ldi. Na soyasi, na aksini qoldirdi. Guvohlar aytishicha, u polga kichik ko'k sfera qoldirgan. Xavfsizlik xodimlari uni darhol olib ketishgan. Meksika rasmiylari hali hech qanday izoh bermagan, ammo eng bezovta qiladigan narsa aynan o'sha vaqtda uch va atlasda aniqlangan elektromagnit to'lqin yana qayd etilgan. Torenzalik ayol qaytdi va bu safar u yolg'iz emasdek tuyuladi.